Bugungi kunda ko'pchilik Yandex taksi orqali taksi faoliyati bilan shug'ullanib, o'zi bilib bilmay qolgan holda turli xil noqonuniy tabletkalarning tarqatilishiga sherik bo'lib qolib, tergov harakatlariga jalb etilmoqda. Hurmatli yetkazib berish xizmati bilan shug'ullanuvchi hamyurtlar, ya'ni xalq tili bilan aytganda dastavka bilan shug'ullanuvchi hamyurtlar. Siz dastavka bilan shug'ullanyapsizmi? Albatta o'zingizni ismingiz, familiyangiz va otangizni ismi bilan, pasportingiz bilan ro'yxatdan o'tgan holda dastavka bilan shug'ullaning. Ya'ni yetkazib berish xizmati bilan shug'ullaning. Chunki agarda sizga beriladigan buyum, albatta u yashirin beriladi. Qaysidir manzilga yetkazib berish sizga berilsa, siz buning uchun qonuniy Yandex taksi xizmatidan foydalangan holda olib borib berish xizmatini amalga oshiryapsiz. Bunday holatda siz jinoyatga aloqador bo'lmaysiz. Agar siz o'zingizni faoliyatingizni yashirin olib borayotgan bo'lsangiz, o'zingiz istamay jinoyatga sherik bo'lib qolasiz. Va tabletka bilan shug'ullanuvchi jinoyatchilar odatda 5 yildan 8 yilgacha, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi, ya'ni qamaladi. Shunday ekan, o'ylab ko'ring. Sizga 4 so'm, 5 so'm ortiqcha pul daromad muhimmi? O'zingizni 5 yildan 10 yilgacha hayotingiz muhim. Iloji bo'lsa bu videoni ko'proq insonlarga tarqating, chunki bugungi kunda juda ham ko'plab yurtdoshlarimiz dastavka bilan shug'ullanishyapti, ya'ni yetkazib berish xizmati bilan shug'ullanishyapti va o'zlari bilib bilmagan holda ichki ishlar idoralariga jinoyatchi bo'lib jalb qilinmoqda.